Assalomu alaykum hammaga. Bizga yangilik apparatimiz keldi. Xudo xolasa, bu apparatimiz teplovizor deyiladi. Bu apparat yordamida avtomobilni motor qismini qiziyotgan, qizimayotgani, pechkasi to'lgan, to'lmaganini точный diagnoz qilib beradi. Tak rentgen apparat desak ham bo'ladi. Bu apparatimiz hozir shu Damazimizda pechkasida muammo bor. Yaxshi ishlamayapti pechkasi. Yaxshi isitmayapti. Hozir tekshiramiz. Xo'p, tekshirganimizda ko'rishingiz mumkin, bittasida suv zo'r kelyapti. Tomondagi trubkada suv yaxshi aylanmayapti bu tomondagisida. Bu apparatimiz точный ko'rsatyapti. 56-55 gradus ko'rsatyapti. Xo'p. Orqa pechkasini ko'ramiz. Xo'p, bu motor qismi qizigan ko'rsatyapti mana. Xo'p. Bu tomondan antifriz o'tib aylanyapti-da, kelib turib, bu yerda ikkita shlenkasi bor. Orqa pechkaga ulanadigan Damaz mashinamizda. Xo'p, ko'rganimizda mana bittasidan suv kiryapti, ikkinchisidan aylanmayapti, qizimayapti. Bu degani pechka radiator to'ldi degani. Tozalasak, xudo xolasa ochiladi. Undan keyin video davomida qo'yib boramiz uni ham. Xudo xolasa effektini, qizdirishini ham hozir pechkadan necha gradus chiqayotganini qo'yaman. Videosini bitgandan keyin ham xudo xolasa videosini qo'yamiz. Bizga shu yangilik apparatimiz keldi. Bu narsa ishimizni ancha yengillashtiradi. Keyin klientlarimizga ham точный diagnoz qo'yib berishga yaxshi apparat. Mashinamizning pechkalarini yoqdik. Yoqqanimizda mana ko'ryaptiki, apparatimiz 17 gradus chiqyapti xolos issiqligi. Yaxshi chiqmayapti. Hozir tozalab bo'lganimizdan keyin holatini yana qo'yamiz. Yangi apparatimizda ko'rgan mashinamiz Damaz mana. Xudo xolasa apparatimizda pechka apparatimiz tozalanyapti. Oldi pechka radiator tozalanyapti. Oldi pechka radiatordan chiqqan musullarni qaranglar holatini. Oldi pechkasi ham to'lganmi? Hozir orqa pechkasidan undan ham ko'p chiqadi. Hozir hammasini общий qilib bitta video qo'yamiz. Xudo xolasa bitta like bosib turinglar. Bundan ham qiziqroq videolar kuzatmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hozir bitgandan keyin ham apparatda точный ko'rsatib, sizlarga issiqliklarni ham chiqarish Damaz mashinamiz orqa pechka radiatorlarini ulab olganmiz apparatga. Mana hozir chiqishni boshladi unsurlar. Xudo xolasa to'liq bo'lgandan keyin videosini qo'yamiz qolgan. Xudo xolasa Damaz mashinamiz ishlari bitdi. Hozir mana apparatni tekshiramiz. Orqa pechkasidan umuman aylanmayotdi sistemasidan. Xo'p, mana antifriz aylanish bir xil bo'ldi. 70 gradus ikkovsida ham. Mana ko'rsatamiz. 70 gradus. Bir xillar. Xo'p. Bu orqa pechka radiatorni ko'ramiz endi mana. Mana ikkovsi ham bir xil bo'ldi. Kelganda bir tomoni issiq, bir tomoni sovuq mana. 84 gradus. Antifriz aylanish o'ta zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Endi pechkani yoqib ko'rsatamiz. Hali 17 gradus berayotgan edi. Gradus. Mana pechkamiz yoqilgan. Mana 35 gradus, 36 gradus ko'rsatyapti. 37 ga chiqdi. Yana ham ko'tarilyapti. Xudo xolasa apparatimiz mana pechka radiator tozalaydigan apparatimiz. Bu yangi kelgan apparatimiz. Xudo xolasa точный diagnoz qo'yib, chiroyli qilib ishlab bitirib beramiz. Bu mashinamiz ham bitdi, xudo xolasa. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqib kelaverasizlar.